Assalomu alaykum aziz do'stlar, Agromatch YouTube kanali a'zolari. Bugungi videoda Qo'qon Dang'ara Zapchast bozor ro'parasidagi filialimizdagi yangi tovarlarni obzor qilib chiqamiz. Bu yoqda yangi modeldagi traktorlar uchun yangi texnikalar hamda Zubr motoblok hamda traktorlar yetib kelgan har birini bir obzor qilib chiqamiz. Bu yoqda yangi modeldagi Agromatch 304 hamda 504 modeldagi traktorlarimiz yetib kelgan. Bu traktorimiz Agromatch 504 50 ot kuchiga ega 4 porshinli mini traktor. Xo'p, rollari ustiyon gidravlika holatida hamda qo'l avtomat elektron tablolar bilan jihozlangan, reversi bor, manejning payvishi 4 tadan 8 ta skorost bilan jihozlangan, salarka baklari pastda joylashgan. Balon razmerlarini agatga moslab turib kengaytirib turaytirsa bo'ladi. Hozir shu holatida 60-120 ga tushadi. Bu oboroda 2 xil 540 hamda 720 oborotda ishlaydi. Ko'rib turganingizda traktorimiz tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan, bemalol dori apparat yoki boshqa narsalarni qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Bemalol 3 korpusli, 4 korpusli aylanma puluklarni ham bemalol torta oladi. Traktorimiz narxi keladigan bo'lsak, 504 ming traktorimiz 125 million so'm naqd pulga kelishtirib beriladi. Bu traktorni bo'lib turashga olsanglar ham bo'ladi. Eng kamida shu traktorimizga 85-90 million to'lov qilib, qolganini 6 oygacha 5% bo'lib turashga olsanglar bo'ladi. Bu yoqda Agromatch 304 ming traktorimiz, traktor 30 ot kuchiga ega, 3 ta porshin oldi orqasi tortadi. Buni ham salarka baklari pastda joylashgan hamda balon razmerlari bu ham 60 ga tushadi. Kengaytirib 70, 76, 80 ga moslab kengaytirib turaytirsalar bo'laveradi. Bu ham elektron tablo bilan jihozlangan. Traktorimiz ham tashqi ikkitalik silindr, kompressorlar bilan jihozlangan hamda bu traktorimiz bartavoy variantda ishlab chiqarilgan, ya'ni ancha ham baqatroq, bemalol 3 korpus, 4 korpusli pluglari bu traktorimiz ham tortib beradi. Bu traktorimizning narxi keladigan bo'lsak, Agromatch 304 ming traktorimiz 90 million so'm. Bu traktorimizga eng kamida 60 million to'lov qilib, qolganini 6 oygacha 5% bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Traktorlarga bu yerda отдельно frezerlarimiz ham yetib keldi. 130, 180, 2 metrli, 160, 222,5 metrgacha bo'lgan zavodskiy frezerlarimiz ham hozir tayyor holatda. Ko'rib turganingizdek, misol 130 reduktori bilan 182 metrli reduktori orasida juda ham katta farq bor. Hammasi komplekt, kardani, tishlari, stoyka, bo'lkakalari bilan birga beriladi. Hammasi tayyor holatda beriladi. Bu yoqda mana hozir Qo'qonda 220, 180 hamda 130 frezerlarimiz sotuvga tayyor holatda. Bu yoqda ham 304 ming traktorimiz boyagi ming traktor bilan bir xil, bu ham xuddi shunaqa. Bu yoqda o'rimishlar uchun rotorni kasilkalarimiz yetib kelgan. 9 ot kuchilik benzinli rotorni kasilkalarimiz, gazoni, o't, beda shunaqa narsalari bemalol o'rib beradi. Bemalol mana hovliga, bog'ga, teplitsaga, agar daraxtlar orasiga kirish uchun juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Bu rotorni kasilkalarimiz 9 million so'm, 1 soatga 7-8 gram benzin yeydi. Juda ham ekonomli varianti. Bu yoqda o'sha Zubr brendda motobloklarimiz ham yetib kelgan. 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha barcha xildagi motobloklar bor. Hammasi bitta brend, Zubr brendi. Bu eng kichkinasi 7 talik 5 starter hamda benzinli motoblokimiz. 1 soatga 600-700 gram benzin yeydi. Komplektida frezasi, pulugi, ochari bilan birga beriladi. Narxi keladigan bo'lsak, bu motoblokimiz 4,5 million so'm naqd pulga kelishtirib beramiz. Buni starterli variantlari ham bor. Bu yoqda mana 8 talik yoqilg'isi dizel starterli motobloklarimiz tayyor holatda. Bu ham komplekt bir xil frezi, puluk, ochari bilan birga. Kalitdan zavat bo'ladi, ruchdan zavat qilsangiz ham bo'laveradi. Bu yoqda 9 talik benzinli starterli motobloklarimiz bor. 17 tali bu yoqda motobloklarimiz ham bor. Hammasi starterli, kalitda ruchdan zavat qilsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari 13 talik, 15 talik, 17 talik hamma ot kuchi motobloklarimiz tayyor holatda
bor. Hammasini naqd pulga kelishtirib beramiz. Bular bo'lib to'lashga emas, faqat naqd sotiladi. Bu yoqda mana katta traktorlarga o'rim ishlari uchun hozir sezon paytida mana kombayn jatkalari olib kelib qo'yganmiz. Traktorlar oldiga qo'yiladi. Eng kamida 50 ot kuchi traktorlardan 100 ot kuchigacha bo'lgan traktorlarga qo'yiladi kombayn jatkamiz. 3 xil razmerda, biri 60, biri 80 hamda 2 metrli razmerlarda bor. Xo'p, bu yoqda mana bu kombayn jatkamiz vertikal pichog'i bor, ya'ni buni vazifasi bir-biriga chirmashib ketgan o'tlarni ajratib beradi va bu yoqdagi pastdagi mana pichog'i o'radi lentasi yordamida bir tarafga tashab beradi. Bu kombayn jatkamizni hamma narsasi komplekt beriladi. Misol traktoringiz bo'lsa o'zingizni, misol eng eski mana traktorlarga T28 traktorlarga ham qo'ysa bo'ladi. Qo'yib ko'rdik, ishlash jarayonlari bor. Kanalimizda boshqa videolarni ko'rsangiz bo'ladi. Va o'zingiz traktoringiz bo'lsa bemalol olib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi, chunki tayyor beriladi sizga. Mana tayyor yig'ilgan holatda, bunaqa tayyor ramalari, silindrlari, kardanlari, hamma narsasi komplekt sizga tayyor holatda beriladi. Traktoringizni oldiga qo'yib bemalol orqa vomga kardan bilan ulab turib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. 3 xil razmerda, biri 60, biri 82 metrli razmerda, biri 60 45 million so'm, biri 80 50 million, 2 metrligi 55 million so'm. 3 xil razmerda bor, bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Bu yoqda hozirda hammaga kerak ventilyatorli dori apparatlarimiz yetib kelgan, parragli 400 litrli hozir nalichida bor. 45-50 ot kuchli traktorlarga qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Bu narxi 19 million so'm naqd pulga kelishtirib beramiz. 45-50 ot kuchli traktorlarga mana bu yoqda 3 korpusli aylanma pluglarimiz ham hozir sotuvga tayyor holatda bor. Buni narxi 18,5 million so'm tayyor holatda turibdi. Bu yoqda mana Zubr 1100 motobloklarimiz ham tayyor holatda, yig'ilgan tayyor holatda, frezasi, plugi, o'tiradigan sideniyasi bilan birga 18 million so'm naqd pulga kelishtirib beramiz. Bu yoqda agatda orasini chopiq qilish uchun 2 talik, 3 talik hamda 5 talik motobloklarimiz bor. Benzinli, ochari, frezasi bilan birga tayyor holatda beriladi. Yoqilg'isi benzin bo'lar. 1 soatga 500 gram benzin yeydi, ekonomli holatda. Bu yoqda 1105 modeldagi min traktorlarimiz eng oxirgi versiyasidan turibdi. 18 ot kuchiga ega, komplektida frezasi, plugi bilan birga beriladi. Korpus plug hamda frezasi bilan birga. Shu traktor eng oxirgi versiyasi. Mana dinamlari bor, shkiflari 6 qatorli, jatiga отдельно turibdi. Dalon razmerlari katta, kengayib qorayadi. Motori ham eng oxirgi model, o'ziga o'yib yozilgan. Tormozlari 2 talik, lakrovkalari bor, rushnoy tormozlari bor. Mana raspreditelari ham 2 talik va orqasi, orqa korobka ham eng oxirgi versiyasi. Zanjiri to'g'ridan to'g'ri korobkaga ulangan. Frezerni to'rtta bilan yechib turib qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Palovosi ham uzun, balon razmerlarini kengaytirib turaytirsanglar bo'laveradi bemalol. Xo'p, datchiklari bor, bemalol necha soat ishlaganini ko'rsanglar bo'ladi. Moy, temperatura hammasini traktor ko'rsatib turadi. Narxi 30 million so'm naqd pulga kelishtirib beramiz. Qo'qonda mana Dang'ara Zapchas bozori to'g'risida mana Agramach filialimiz. Bundan tashqari Toshkentda Erkin postda bor, Buxoroda Karvon bozorida, Samarqandda Qarshi klubida hamda Surxondaryoda Qumqo'rg'onda O'zbek mehmonxonasining oldida xuddi shu tovarlar, xuddi shu sifatda, xuddi shu narxda turibdi. Hammasini bemalol qayerdan bo'lsangiz naqd pulga kelishtirib arzonroq qilib beriladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yana ham batafsilroq ma'lumot uchun pastda nomer qoldiramiz, telefon qiling. Yana ham batafsilroq ma'lumot beramiz.